Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar. Mana bugun xudo xolasa darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamizni Yangiqo'rg'onga olib kelib o'rnatdik, Bachqir qishlog'iga. Kimga shunaqangi darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Islom usta sizlarning xizmatlaringda. Ishimizni sizlarga tushuntirishdan oldin sizlardan iltimos qilamiz, bitta like bosib, kanalimizga yangi bo'lganlar obuna bo'lib qo'ysalaring. Bundan keyingi videolarimizni birinchi bo'lib kuzatib borasizlar. Bu darvozamiz shtampovkali darvoza, hamyonbop bo'lgan narxlari, xudo xolasa. Darvozamiz eniga 4 metr, bo'yiga 4 metr bo'ldi. 1 kvadrat metr 600 ming so'mdan, hurmatli aka-ukalar. Darvozamizni ko'rib turibsizlar, juda ham ideal holatda chiqdi. Abror akamiz xonadoniga olib kelib o'rnatdik darvozamizni. Materialga keladigan bo'lsam, stoykalari 8.8, 1.5, 2 lik qalinlikda bo'ladi. Profillarimiz 6 ga 4, 1.5 lik bo'ladi, hurmatli obunachilar. Listlarimiz 1.3 lik shtampovka darvozamiz. Xudo xolasa bu darvozamizni mana ko'rib turibsizlar, juda ham skromniy va chiroyli chiqdi. Zamoklarimiz Zubur zamok originalidan qo'yilgan. Xudo xolasa Islom usta kanalida telefon qilganlarga bonus. Xo'sh, tag qismlari shiveller 8 lik mashina o'tadigan qismi, tepasi 70 sm alohida ochilmaydi. Xudo xolasa eshigimiz 80 sm. Bemalol ikkita chelakni ham ko'tarib, olib kirib, olib chiqaveradi. Darvozamiz bitta ochilishini ko'rsataman. Mana hurmatli aka-ukalar, darvozamiz ochilgan holati. Toshni uruviga o'rnashdi, xudo xolasa. Joyida turadi, uruviga o'rnashtirilgan holatda. Qayerga ochsak ham chekkaga yoki bu yoqqa bu yoqqa. Darvozamiz mana darvozamiz o'zini bo'yi ochilishini o'zini bo'yi 325 bo'ldi. Ochilishi. Hurmatli aka-ukalar, bu darvozamiz o'sha summasi 10 million so'm bo'ldi. Olib kelib o'rnatdik. Kraskalariga garantiya beramiz. Xudo xolasa kraskalarimiz ham mokr asfalt matvi kraska bo'ldi. Albatta gruntovkalar sachilgan. Listlarimizni yog'ini ketkizib, razvedlar artib, chiroyli qilib, xudo xolasa quyoshda, yog'ingarchilikda ko'chmaydigan qilib chiroyli qilib berganmiz. Orqa holatini ham bir ko'rsatamiz. Shtampovka darvozamiz orqa holati nima deyapti akalar mana. Zamogimizda alohida qulplab qo'yadigani bor. Darvozamizni ko'rib turibsizlar, orqasini juda ham chiroyli. Tepasi setka, milliy naqshlik tepasi. Eng maza joyi mana shu yer. Mashinani det etkizsangiz, bitta qo'lda shunday qilasiz, darvoza ochildi-yu. Sekin mashinani olib kirib, tepaga, pastga egilyapmizda akalar. Biz sizlar uchun xizmatdamiz har doimgidek. Chiroyli qilib zakaz bersalarning 15 kun, 20 kun davomida olib borib o'rnatib beramiz. Darvozamiz yopilgan holat. Buruchligimiz ham normalniy. Bunaqa yuk emas, daram-durum qilmaydi, boshqa qilmaydi. Ochilib yopilganda. Endi aka-ukalar, haligi bu darvozamiz 1 kvadrat metr 600 ming so'mdan sizlarga 500 ming so'm, 550 ming so'mliklari ham bor, lekin tavsiya qilmayman ularni. Listlarimiz 09 bo'ladi. 09 bo'ladi. Profillari 09 bo'ladi. Stoykalari aka 1.2 yo 1 lik bo'ladi-da. Shuning uchun 500 ming so'm, 550 ming so'mligini tavsiya qilmaymiz. Normalni esa agar pechatli darvoza, rasa arzon varianti deganlarga mana shu. Bundan arzonni izlamay qo'yinglar akalar. Chunki yaramaydi-da, sizlarga tavsiya qilaman. Shuncha mehnat qilasizlar, boshqa qilasizlar. Hozir arzon bo'ladigan bo'lsa, misol 10 kvadrati, misol 500 ming so'mdan 1 million so'm arzon bo'ladi, lekin effekt bermaydi u darvozalar. Sizlarga mana shu darvozani tavsiya qilamiz, xizmat qiladi, xudo xolasa. Hamyonbop, kraskasi ham normalniy sachilgan, zamoklari ham yaxshi zamokdan qo'yilgan. Stoykalarimiz ham 1.5 lik qo'yilgan, polniy 2 lik. Mana listlarimiz 1.3 lik, 09'lari hozir misol temirimiz bitta zanglaydigan bo'lsa mana yerlari. Yog'ingarchilikda boshqada yomg'ir bo'lib boshqa bo'lib bitta zanglab turib, bitta to'kilganda bo'ldi u, teshiladi, 09'lar bo'lmaydi. 500 ming so'mlar. Sizlarga tavsiya qilamiz, mana eng arzon va normalniy. Bundan ham arzonlari bor, bundan arzon tavsiya qilmaymiz. Mana shu 600 ming so'mdan normalniy. 10 kvadrati 6 million bo'ladi. Hurmatli aka-ukalar. Bu darvozamiz общий 10 million so'm bo'ldi. Chunki darvozamiz katta razmeri. Xudo xolasa oshmoqchilarni ham polniy 1.8 diskga qo'yadigan oshmoqchilarimizni qo'yib berganmiz aka-ukalar.
Ishlarimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosinglar. Kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa darvozamizda videolarimizda kamchilik bo'lgan bo'lsa, sizlardan iltimos qilamiz, kommentariyaga yozinglar. Nima bo'lsa ham kommentariyaga yozinglar, biz albatta javob beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Bizning adresimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida, seximiz. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosasizlar, ishlarimizni qo'llab-quvvatlab qo'yinglar.